dasturimiz davom etadi. Jasurbek, keling bitta trend video olamiz hozir efirdan foydalanib va bu trend videomizni storiesga joylaymiz. Storiesda kommentariylar ko'proq bo'ladi. Axir bu kreativ-ku, to'g'rimi do'stlar? Asilbek, o'zi biz dasturlarimiz davomida o'zbek tilini targ'ib qilib boryapmiz-da. Siz gapirayotgan gapingizni qarang. Trend deysiz, historiya deysiz. Undan ko'ra mana shu so'zlarni, o'zbekcha muqobilini topib ishlatsangiz bo'ladi-yu, gapirsangiz bo'ladi-yu. Shundoq kreativ videoni hozir rasvo qildingiz, Jasurbek. Axir bu so'zlardan hozir butun dunyo foydalanyapti. Eng trenddagi so'zlar bo'lsa, buni muqobili bormi o'zi? Nega bo'lmasin? Axir ustoz jurnalistlar, mashhur adiblar aynan shu kabi so'zlarni o'zbekcha muqobilini topib tavsiya qilishyapti. Ishonmasangiz bu borada bizda bir lavha tayyorlangan. Keling tomosha qilamiz. Va bahonada ushbu so'zlarning muqobilini birgalikda o'rganib olamiz. Marhamat. Stories, kreativ, lifehack, trend. Xo'sh, yurtdoshlarimiz bu so'zlarni o'zbek tilida qanday talqin qiladilar? Ular uchun qaysi biri qulay? Lifehack so'zini o'zbek tilida qanday ishlatsak bo'ladi? Bilmadim. Tarixmi? Lifehack misolda. Lifehack shu foydali qo'llanma qanaqa? Ana kerakli narsalar lifehack deyishadi. Oson uslub desa. Qulay Stories, hikoyalar. Stories, hikoya. Bilmadim, hikoya bo'lsa. Hikoya, tarix. Trend so'zi-chi? Uni bilmadim. Mashhur desa bo'ladi. trend nima? Shu porlash, chaqnash yo'q. Mashhur bo'lsa kerak. Bilmadim. Modaga chiqqan narsa. Zamon. Ingliz so'zlar. Kreativ har tomonlama yaxshi deganda. Kreativ, yaratuvchilik. Ijobiy desa bo'ladimi? Kreativ, shov-shuvli desa kerak. Zamonaviy. Yengillik. Oyna.uz saytining xabar berishicha, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist Olim Toshboyev hamda taniqli adib Alisher Ibodinov bir qator chet el so'zlarining o'zbekcha muqobillarini tavsiya etadi. Xabarda keltirilishicha, Olim Toshboyev lifehack so'zi haqida shunday deydi. Lifehack bu so'z yana 2-3 yildan so'ng maslahat, tavsiyaning taloq xatini bermasa go'rgaydi. Tamom, oliftagarchilikni yig'ishtirib, maslahat, tavsiya deb ishlataylik. O'zbek anoyi emas deya yolg'onni fake'ga, bozor o'charni shoppingga, sartaroshxonani barber shopga, sayohatni travelga aylantirganimiz yetadi. Trend so'zi haqida esa, hozir birovga bu so'z aslida urf bo'ladi desangiz, baloga qolishingiz hech gap emas. Negaki, trend deyaverib, urfga poygakdan joy ko'rsatib qo'ydik. Urf deya urg'u beradi. Bundan tashqari Olim Toshboyev stories so'zining o'rniga lavhalar, kreativ so'zining o'rniga esa ijodiy so'zini tavsiya etadi. Xabarga ko'ra, Alisher Ibodinov lifehack so'zi o'rniga yo'riq yoki kori soda, trend so'zi o'rniga urf, stories so'zi o'rniga lahzalik, kreativ so'zi o'rniga esa ijodkorona so'zlarni qo'llashimiz mumkin deydi.